eng sifatsiz operatsiya bo'ladi. Eng sifatsizda, chunki to'g'ridan to'g'ri bu dori, fizioterapiya, massaj, boshqa narsalar birontasi sizni jarohatlamaydi. Operatsiya to'g'ridan to'g'ri katta o'sha gapirilganda kichkina lazerdan kirib borib yorvoramiz degan usul ham to'g'ridan to'g'ri jarohat, travma, bir nechta to'qimalarga yo'q muammoni o'zi bitta muammoni ikkita qildingiz degani. Lekin o'sha operatsiya rejani olib tashladi yoki disk qo'yib temir qo'yganda siz muammodan batamom qutulmaysiz. Afsus. Chunki bu tizimga bog'liq narsa. Tizim. Endi mana shu nuqtada og'riqli harakatsiz bo'lgan davrda, og'riqsiz harakatli davrga chiqqan paytingiz bu sizda fursat yaratadi. Mana bu yerda imkon. Buni men boshqasiga fursat deyman. Mana shu fursatdan to'g'ri foydalanib, kimgadir bu fursat 3 oy tuyuladi, kimgadir 4 oy tuyuladi, kimgadir 1 yil tuyuladi. Masalan, uyda yotib olgan bemorlardan bilamizda buni. 3 oyda meni og'riqlarim qaytaradi. Demak, bu fursati 3 oy edi. Meni 6 oyda og'riqlarim qaytaradi, harakatim yana chegaralandi dedi. Uni 6 oy edi fursat. Kimnikidir 10 kun bo'ladi, 10 kunda boshqatdan qaytarib qoladi. O'sha fursatda u odam miyadagi tushunchalarni o'zgartirish kerak edi. Qanday qilib? Mana shu og'riqli nuqtagacha kelgan davrda paydo bo'lgan muammolarni, ya'ni muammoni paydo qilgan sabablarni mana bu fursatdan foydalanib bu yoqda umrining oxirigacha og'riqsiz mazza qilib yashashlik uchun yo'qotish kerak edi. U qanday bo'ladi? Bir shaxsiy misolda tushuntiraman. Misol, bel og'rib turibdi. Bel og'rib turibdi. U odam bel og'rib turibdi. U odam bu og'riqqa sabab birinchisi noto'g'ri yurish edi. Qiladigan ishi yurishni to'g'rilaydi. Ketdi. Yurish to'g'ri. Bu yoqda noto'g'ri edi, yurish to'g'rimi? Yurish to'g'riladi. Birinchi sabab ketdi. U dori bor emas, prosta harakati to'g'riladi. U turmush tarzi o'zgardi. Ikkinchisi, o'tirib turishni o'zgartirdi. To'g'rimi? Oson narsami? Bu turmush tarzini o'zgartirishmi? Uchinchisi, ovqatlanishni o'zgartirdi. Qanday o'zgartirdi? Bu to'g'risida ko'p gapirganman. Ertalab uglevodga boy, yog'ga boy narsani yoki asosan uglevodga boy narsani yedi. Obedga uglevod bilan oqsilni yedi, yog' uchasini aralashtirib, kechqurunga oqsil bilan yog'ga boy narsani yedi. Bu tanaga to'g'ri pitaniya va kechqurun 6 dan keyin yemadi. Irodasini yetdi. Undan keyingi o'rinda yuk ko'targanda, oddiygina bitta shu ruchkani egilib olgan paytda ham to'g'ri egilish prinsipini o'ziga, hayotiga joriy qildi. Shu bir nechta shu kasal bo'lib qolgan davrgacha bo'lgan davrdagi xatolarni umrining oxirigacha to'g'ri yashashlik uchun mana bu davolanish fursat yaratib bergan paytda to'g'rilasa, bu odam to'g'rilanadi, yutdi. Mana bir ma'noda sizlar, mavjud o'tirgan odamlar, guvoh bo'lgan odamlar, mana bu fursatdan foydalanib bir nechta odatinglarni to'g'riladinglar. Tushundinglarmi? O'zinglarda ko'ryapsizlarmi shu narsani? Yurishni o'zgartirdinglar, o'tirib turishni o'zgartirdinglar. O'tirgan paytda yelkanida o'tiradinglar, endi tortib sal to'g'rilashni o'zgartirdinglar. O'zgardimi, qarash o'zgarmadimi? Ha? O'zgardi. Demak, bizni shu paytgacha xato qilgan, ya'ni xatoyimiz yoki bo'lib tutgan kamchiligimiz mana shu konsepsiyani tasavvur qila olmaganmiz. Biz bu narsani borligini bilmaganmiz. Biz o'ylaganmiz, mana hozir doskaga yozib turgan narsam buni pulti bor, kitobchasi bor, ishlatish qoidasi borligini tasavvur qila olganmiz, borligini bilganmiz. Har bir narsada kitobchani so'raganmiz. Buni kitobchasi qani, shundan boshqacha o'rganaman deganmiz. Lekin tasavvur qiling, tanamizda kitobcha yo'q deb o'ylab, uni so'ramaganmiz hech kimdan. Qiziqmaganmiz hamda. Shuning uchun mana shu holatga kelib qolgansizlar. Kim mana videoni ko'radigan odamlar ham ertaga chiqqan paytda ham yoki shu payt ko'rib guvoh bo'lib o'tirgan odamlar mana shu konsepsiyani miyasiga joylashtirsa, nafaqat umr qolmasa bo'lim kasalligi, boshqa bironta kasallikka duchor bo'lmaydi. Men nima bo'yicha yuribman hozir? Gematologiya ishimda gematologiya screening bo'yicha. 0 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan bolalarni onkogematologiya screening qilib turib, kasalligini, onkogematologiya kasalligining oldindan aniqlaymizda. Ertaroq bosqichda davolanish boshlab, umrini uzaytiramiz. Maqsad shu prinsip. O'tgan haftada Samarqandda bo'ldim. 2,5 oy davomida 2200 ta onkogematologiya screening o'tkazildi. 2200 ta bolada 2 ta H chiqqan va
Ulardan 19 tasi onkologiya chiqqan, erta lecheniya boshlanganda. Endi glavvrachni zam aytyapti, zam glavvrach. Men juda foydali ish boshlabsan, endi tushundim deyapti. Nimani desa, hozir onkogematologiya skrinning qilamiz deb biz bironta bolani og'irlashtirib qo'ymadik. Chunki onkogematologiya skrinning qilish uchun uni uyiga kirib boradi. Bir oyda bir marta boradi, onasidan so'rab turadi, telefon qiladi. Muhimi bemor bilan doim kontaktda bo'ladi-da. U aytadi, 2,5 oy davomida bironta og'ir pnevmoniyadan bola o'lmadi deyapti. 2,5 oy davomida bironta bola astmadan o'lmadi pristup. Xuddi shu bitta ishni qilaman deb boshqa kasalliklarning muammosini bartaraf etdi. Sizlar mana shu odatdan to'g'rilab joyiga keltirsanglar, inshaalloh bir dunyo muammodan qutulasizlar. Semizlik orqasidan yurak kasalliklari, aytganman, agar boldir mushagi qanchalik baquvvat bo'lsa, shunchalik sizda yurak kasalligi bo'lmaydi. Gardiyana muammosi bo'lmaydi. Bir dunyo muammosi bor. Nafas olish misolida kursdagida tushib biladi. Oddiy nafas olish qoidasi. Agar to'g'ri nafas olsangiz 4 ta foyda. Nafasni kislorod ta'minlashdan tashqari, qorin mushaklarini ishlatib, diafragmani harakatga keltirib, ichakda hazmni yaxshilaydi, jinsiy a'zolarni yaxshilaydi, bel mushaklarini yaxshilaydi, nafas olishni kislorod berishdan boshqa vazifalarda. Agar jismdan to'g'ri biomexanikaga muvofiq foydalansangiz, bir dunyo muammodan qutulasiz. Bo'ldi. Uning uchun kalla ishlatib kimgadir pul to'lash kerak emas-ki. Tushunarlimi? Uxlab qoldinglar, o'zi 2-3 marta ovqat yedinglar. O'rtada o'ynab ham turibsizlar. Nima savol bor? Xo'p, nimani tushunmadingiz shu yerda? Eng zo'r tushungan odamda yoki vaqti tushunmagan odamda savol bo'lmaydi. Eng zo'r tushunganlarda. Demak, umuman tushunmadingiz siz. Tushunganlar qo'lida savol bo'lmasa, hech narsaga kelmadim. Xo'p, savol bo'lmasa, yo'q, greja o'sib chiqqanisi joyiga kirmaydi. U deyarli kirmaydi. 1%, 2% holatlarda fiksatsiya bo'lgan. Grejani mana chiqib turgan o'sha 5 mm yoki 10 mm, balki 20 mm kimdir oqqan deb pastga qo'pol qilib sizni fantaziyaga tushuntiradigan, sizni qo'rqitadigan grejani ichkariga kirishi juda qiyin masala. Uning nozik nuqtasi u so'riladi. So'riladi degani yediriladi. Mana ingliz so'z tushuntiraman. Shu yerga kelasiz. Mana bu suyaging tanasini yondan ko'rinishi. Rassom emasman, oldindan aytib qo'ymayman. Xeyt qilib sirazi. Yoshligingda uylanmaysan. Mana bu kanal. Odamni qarang. Kirib uxlayapti shilda. Davolangani olib kelib, qayya mana mutaxassislar. Bundan greja Живой deyapti. Bundan o'rtaga chiqdi mana. Bu normalda turibdi. Sizda o'sha Oybegim gapirdi, menimcha qo'y eshitmay qoldim. Umudga kanalda stenoz bor. Sizdagi muammolar o'sha beldagi toliqish birinchi, undan keyin achish, undan keyin qotish, tizzadan pastdagi uvishlar va yonboshdan dumbadan boshlanib pastga tortuvchi katta rezinkani cho'zgan og'riqlar hammasi stenozniki. Grejani so'rilmaydi. Juda kam miqdori so'riladi, lekin bu 100% yediriladi. Yediriladi degani Shu gaplarda eshitding, xudo. Oyog'ingizni tiqsangiz, baliq Gaplarda eshitdingmi? Zo'r gaplar bo'lyapti kasallik to'g'risida. Bilasizmi, bunday keladida. Siz shuni siqlasangiz, Tegamga qancha bo'ldi? Immun hujayralar mana shu o'sha baliqni bo'lib yeb tashlaydi. Tushundarib shu. Bu tabiiy jarayon. Buni hech kim izdan chiqara olmaydi, biroq bunga fantaziya qilib o'zicha nimalarni tasavvur qilsa ham asl haqiqat shu. Biz 15 mingdan oshiqda shunaqa 15 mingdan oshiq bemorlardan zo'r effekt ko'rgan bo'lsak, lekin undan ko'p bemor ko'rganmiz biz. Ikkita bemor, bir xil klinikalar, bir xil yoshda, bir xil katta deyarli tutasan, mana bu odamga o'xshab yashamaydi-da. Ketdi, immunitetini ko'tarmaydi. Mana bu odam harakat qiladi, immunitetini ko'taradi, mazza bo'ladi. Bu immunitet hisobiga bo'ladi. Immunitet sizlar tasavvur qilgandek bolani orqa kanalga anafiloz suyuchatib qo'yib, bola immunitetini ko'taradi-ku. Bu fantaziya. Yoki sizlar ichayotgan limon choy, shakar choy, shakarni qo'shib